Schwarzenegger o'rtog'im. Yaxshimisan? Zal yo'qmi bugun? Ko'ngilga sig'mayapti, yoqmayapti shu zal. Yur ketdik. To'xta. Yana uyda o'sha mojaromi? 3 yildan beri farzanding yo'q. Ajrash deb uydagilar qo'ymayapti. O'rta bu kelinni doktorga ko'rsatmadingmi? Ko'rsatdim. Hammasi joyida. O'zingni-chi? To'g'risini ayt. Ayb sanda. Steroid qabul qilasizmi? Shunaqa. Tushunarli. O'shancha urug'lar nolga tushib qolgan. To'xtang, stop, tushunmadim. Steroid deganingiz nimasi? Bu nima shunda narkomanmi? Yo'q, bugungi kunda ko'plab yoshlar zalga chiqqanda tezroq kashok bo'laman deb turib, steroidlar qabul qiladi, ya'ni testosteron. To'g'rimi? Shunaqa. Buni sizga kimdir maslahat berganmi yo o'zingizdan o'zingiz boshlaganmisiz? O'zim boshladim. Bu meni eng yaqin do'stim. Sizga ishonib olib keldim. Davolasa bo'ladimi? Aytganlarimiz vaqtida qilib tursa davolasa bo'ladi. Imkoni bo'lsa, albatta davolanaman. Olgan narsalaringizni bugunoq hammasini to'xtatasiz. Xo'p. Hozir bo'lmasam ozgina o'tirib turasizlar, qolgan tekshiruvlarni tekshirib kelaman. Xo'p. O'rta, qara. Bog'bonam daraxtim tezroq katta bo'lsin deb har kuni suv quysa nima bo'ladi bilasanmi? Daraxtning ildizini chiritib yuboradi. Hamma narsani me'yori, vaqt soati mutaxassisi bo'ladi. Qanaqa xato qilib qo'yganingni tushungandirsan? Xato qilganimni tushunib yetdim. Rahmat senga. Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ladi.